Do'stlar, sizlar kutgan kun keldi. 5 yulduzli qo'ylarimiz uchun mehmonxonani bugun obzorini ko'rib chiqamiz hamda necha pul ketdi, qancha material ishlatdik, suti haqqisi qancha bo'ldi, hammasini birga bir hisoblab chiqamiz. Sizlardan bitta iltimosimiz bo'ladi, kanalimizning rivoji uchun obuna bo'linglar, like bosib, kommentariy yozib ketinglar. Kommentariy biz uchun har doim qiziq bo'lgan. Xo'p, bugun kun ancha sovuq, videomiz cho'zilishi mumkin. Shuning uchun oldinglarga issiq choy, kofe yoki limon choy bilan damlab o'tirib olsanglar, mazza qilib ko'rib chiqamiz. Sizlar uchun toza obzor bo'ladi. Xo'p, do'stlar, birinchi o'rinda qo'yxonamizdan ustuni bo'lgan ustunlarimiz, strapillarimiz, rekalarimiz bizga 4 million so'mga tushdi. Ikkinchi o'rinda mana shu oxirlarimiz 5 ta olindi. 330 mingdan bizga 5 tasi 1 million 650 ming so'mga tushdi. Uchinchisi tom. Tom qismi bizga shifrlarimiz, sliflarimiz bilan 2 million 300 ming so'mga tushdi. To'rtinchi o'rinda beda. Beda bizga 40 tasi 46 mingdan 1 million 840 mingga tushdi. 5 va 6 o'rinda silos bilan kepi. Silosimiz qopi 20 mingdan 20 tasi 400 mingga tushdi. Kepimiz Speskorum bo'tdi. 10 ta qopimiz 80 mingdan 8 mingga tushdi. 7 o'rinda mana shu g'ishlar. Bu g'ishlar bizga teginga tushdi. Do'stim Nodirga rahmat. G'ishlarni teginga sovg'a yubordi. O'zim akkuratlik qilib, salqinga qishi bo'lsa ham terib qo'ydim. Xo'p, eng asosiy qismi usta haqqisi. Kommentariy to'g'risi bang'alab ketdi. Necha pulga bitdi? Ustalar necha pul oldi? Usta haqqisi necha pul bo'ldi deb. Xo'p, usta haqqisi tom yopishi bilan birgalikda bu yerda pashti 57 kvadrat joy chiqdi. Bizga sliflarni qo'yib berish bilan 4 million 200 mingga usta haqqisi aylandi. Ustani xudo xolasa kommentariyaga nomerini biriktirib ketaman. Telefon qilsanglar bo'ladi. Nomeringizni Alchorvadan oldim. Desanglar biz tomonidan skidka qilib berishadi obunachilarimizga. Do'stlar, aktiv bo'linglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Like bosing, kommentariya yozinglar. Agar videomiz xudo xolasa 10 ming ta likedan oshsa, mana shu olib kelgan hisob qo'chqorlarimizdan hammasini obzorini ko'rsatib beraman.